Telegramdan sarmoyasiz pul ishlash. Salom do'stlar, men bugun sizlarga Telegramdan sarmoyasiz pul ishlashni o'rgataman. Qanday bo'lsa biz videomizni boshladik. Do'stlar, birinchi bo'lib biz meni Telegram kanalida olishimiz kerak. Telegramga telefoyda pastki chiziqcha uz deb qidirsak, meni Telegram kanalim chiqib keladi va bu yerga botning silkasini tashlab qo'yganman. Ushbu silkani ustiga biz bir marta bossak, botga kiradi. Va do'stlar, botdan pul ishlash degan joyni bosasizlar va sizga referral havola beradi. Ushbu havolani do'stlaringizga yuborsangiz, har bitta taklif qilgan do'stingiz uchun 1 rubldan sizga pul to'laydi. Ushbu havolani do'stlaringizga tarqatasiz. Hozir mana meni hisobim 1,5 rubl. Hozir shuni sizlarga yechib ko'rsatib beraman. Pul yechishni bo'lsangiz va kerakli hamyonni tanlaymiz. Men Payeerda yechib olaman. Va endi hamyon raqamimni yuborishim kerak. Va Payeerga o'tib, hamyon raqamimni kopiya qilib olaman. Mana do'stlar, hozir 3 rubl bor, hammasini botdan ishlaganman. Va do'stlar, mana botga qaytamiz. Pulni yechish, Payeer. Do'stlar, hamyon raqamimizni kiritamiz va boshdagi P'ni o'chirib tashlaymiz va yuboramiz. Va qancha miqdor pul bosib bo'lganimizni haqida so'raydi va tasdiqlaymiz va qabul qilindi deydi. Endi biroz kutib turamiz. Yana videoni davom ettiraman pul tushganidan so'ng. Va do'stlar, mana pulimizni tushirib berishdi. Mana kanalda ham mana do'stlar chekni tashlab qo'yishibdi mana. Mana do'stlar, 3 rubl ishladi. 3 rubl yechdim hozir do'stlar. Payga kirib ko'rsataman hozir. Mana do'stlar, 6 rubl bo'ldi hisobim. Siz ham do'stlar shunday qilib bemalol ishlashingiz mumkin. Mana do'stlar, kelib tushgan mana tashlab beryapti bot. To'layapti hozircha. Shunday qilib bugun videomiz tugadi. Do'stlar, siz ham shu tariqa pul ishlashingiz mumkin. Sizlar bilan har doim telefoyda kanali bo'ldi.